Alo. Adasi, yana boshlamayotganga o'xshaydi. Tez yetib keling, iltimos. Doston aka, agar yana xotiningiz deb hozir ishdan ketsangiz, aniq bo'shatib yuborishadi. Unda bo'shadim. Doston aka, Siz kimsiz? Oyim yana kasal bo'ldilar. Men seni eriyman. Ismim Doston. Sen esa xotinimsan. Isming Durdona. Bu esa qizimiz Muslima. Eslayapsanmi? Bor. Kiyimingni kiyib chiqa qolgin. Bitta joyga borib kelamiz, xo'p? Xonamiz qayerda edi? O'zim yordam bera qolaman. Qizilimi, sarig'imi? Sarig'i. Senga qizili yoqardi. Senga esa Oyim chiroyli-ya. oyingga tengi yo'q, qizim. Ha, aytgancha, esingdami? Birinchi uchrashuvimiz ham mana shu milliy bog'da bo'lgandi. Senga uzuv berib, qo'lingni so'ragandim. Keyin kechgacha qolib ketganmiz. Restoranlar yopiq, pulimiz yo'q, studentmiz. Nima yeganimiz esingdami? Shoshma. Hozir. Nima qilib o'tiribsan? Studentligimizda restoranga bormaganmiz-u. Yur. Souslimi, soussizmi? Soussizi. Ha. Senga souslik yoqadi. Menga esa soussizi. Endi-chi, nimanidir esladingmi? Agar shunchalik hech narsani eslolmayotgan bo'lsang, unda hammasini boshidan boshlaymiz. Menga yana qaytadan turmushga chiq, onasi.